Ziyo studiyasi namoyish etadi. Ma'lumki, mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng fuqarolarimiz ibodatlarini emin-erkin bajarishlari uchun barcha sharoitlar yaratildi. Jumladan yurtdoshlarimiz islom dini amallaridan bo'lgan Umra ziyoratini ado etish imkoniga ham ega bo'lmoqdalar. Binobarin, O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda Toshkent Islom universiteti Ziyo studiyasi Umra ziyoratini ado etishni niyat qilgan vatandoshlarimiz uchun ushbu ibodatning mazmun mohiyati, uni amalga oshirish shartlari hamda amallari haqida hikoya qiluvchi video qo'llanmani taqdim etadilar. Umra amali Makka shahrida joylashgan Masjidul Haram ibodatgohini haj uchun belgilangan oydan boshqa har qanday vaqtda ziyorat qilishdan iboratdir. Arab tilidan tarjima qilganda Umra so'zi safar, ziyorat ma'nolarini anglatadi. Ushbu ziyorat muayyan darajada moddiy sarf xarajatlarni hamda jismoniy harakatlarni talab etadigan ibodat hisoblanadi. Hanafiylik mazhabida kishi umrida bir marta umra qilishi sunnati muakkada amal hisoblanadi. Umrani takroran ado etish esa nafldir. Ana shunday ulug' ibodatni ado etishga kirishgan yurtdoshlarimiz avvalo safar hujjatlarini rasmiylashtiradilar. Bunda ularga tegishli hujjatlar, jumladan maxsus ko'krak nishoni taqdim etiladi. Unda ziyoratchi borib joylashadigan mehmonxona manzili hamda telefon raqamlari, O'zbekistonning Jiddadagi bosh konsulxonasi telefon raqamlari qayd etilgan bo'ladi. Shu o'rinda safar oldidan quyidagi tavsiyalarga amal qilishingiz maqsadga muvofiqdir. Birinchi, sog'lig'ingizga ahamiyat bering. Tibbiy tekshiruvdan o'tganingizda vrachlar bergan maslahatlarga amal qiling. Muntazam qabul qilib yuradigan dori-darmonlaringizni albatta o'zingiz bilan oling. Ikkinchi, vaksina qabul qilganingiz haqidagi hujjatlarni olishni unutmang. Uchinchi, pasportingizning muddati va vizalariga ahamiyat bering. To'rtinchi, ishchi guruh tomonidan sizga taqdim etilgan ko'krak nishonini doimo o'zingiz bilan olib yuring. Uni yo'qotmang. Ushbu hujjatda siz borib joylashadigan mehmonxona manzili hamda telefon raqami, O'zbekistonning Jiddadagi bosh konsulxonasi telefon raqamlari qayd etilgan bo'ladi. Shu sababli u doimo o'zingiz bilan birga bo'lishi lozim. Agar ushbu ko'krak nishonini yo'qotib qo'ysangiz, guruhingiz rahbari yoki ishchi guruh vakillariga xabar bering. Umra safariga yo'l olayotgan yurtdoshlarimiz ibodatlarini xotirjam ado etishlari uchun avvaldanoq tegishli ishchi guruh tomonidan barcha sharoitlar tashkil etiladi. Dastlab ziyoratchilar belgilangan vaqtda aeroport tomon yo'l oladilar. Bu yerda ular uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Jumladan Saudiya Arabistoniga tez va xotirjam yetib borishlari uchun Boeing avialaynerlari muntazir. Belgilangan vaqtda ziyoratchilar 50 kishidan iborat bo'lgan o'z guruhlari bilan guruh rahbari boshchiligida navbatma-navbat tayyoraga chiqadilar va Jidda shahri tomon yo'l oladilar. Shu o'rinda avialaynerdagi sharoitlardan kelib chiqib, quyidagi tavsiyalarga amal qilishingiz maqsadga muvofiqdir. Birinchi, o'zingiz bilan ortiqcha yuk olmang. Chunki ortiqcha og'irlik avialayner parvoziga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi, safardan oldin yaxshilab poklanib oling. Chunki avialaynerda suvni ishlatish cheklangan. Uchinchi, oson yirtiladigan qop, xalta, sintetik sumka, qulflanmaydigan chemodanlar bagajga qabul qilinmaydi. To'rtinchi, bagajga beradigan yuklaringizda o'z ismingiz, guruhingiz, telefon raqamingiz haqidagi ma'lumotlarni yozib qo'ying. Beshinchi, bir dona bagajning vazni 30 kilogramdan oshmasligi shart. Har 1 kilogram ortiqcha yuk uchun 10 AQSh dollari miqdorida haq to'lanadi. 6. Samolyot ichiga 5 kilogramdan ortiq qo'l yuki kiritilmaydi.
7. Pichoq, qaychi, igna va shunga o'xshash o'tkir ashyolar samolyot saloniga kiritilmaydi. 8. Umumiy uch o'lchami 115 cm dan katta bo'lgan buyumlar samolyot saloniga kiritilmaydi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jidda shahriga yetib borgan ziyoratchilarimizning hujjatlari tegishli tartibda rasmiylashtiriladi. Bu yerda turli muammolardan uzoq bo'lishga harakat qiling. Tartibsizliklardan saqlanishga alohida e'tibor bering. Xizmatchilar yuklaringizni tushirishga va ularni avtobuslarga yuklashga yordam beradilar. So'ng Madinai Munavvara sari yo'l olinadi. Ushbu muborak shaharga tashrif buyurgan ziyoratchilar dastlab barcha shart-sharoitlar bilan ta'minlangan mehmonxonalarga kirib boradilar. Ziyoratchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida mehmonxonalarning har bir qavatiga o'rnatilgan ovqatlanish vaqtlari, belgilangan intizom barcha ishni xotirjam bajarishga imkon beradi va ibodatlarni to'kis ado etish uchun xizmat qiladi. Ziyoratchilar Madinada o'tayotgan g'animat umrlarini toat ibodatda o'tkazish, 5 mahal namozni Rasululloh alayhi salomning masjidlarida o'qish imkoniga ega bo'ladilar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bu masjid Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Makkadan Madinaga kelganlaridan so'ng bunyod etilgan. Shu sababli ham uni ziyorat qilishning fazilatlari bisyor. Bu borada Nabiy alayhi salomdan ko'plab hadislar rivoyat qilingan. Jumladan bir hadisi sharifda ushbu masjidda o'qiladigan namozning afzalligiga ishora qilinib, shunday deyiladi: Mening masjidimdagi bir namoz bundan boshqasidagi 1000 ta namozdan yaxshidir. Faqat Masjidul Haramgina bundan mustasno. Ushbu masjidga kirishdan avval ziyoratchi o'zining qilgan gunohlariga, xususan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga zid bo'lgan ishlariga tavba qiladi. So'ng g'usl qilib, o'ziga xushbo'y narsalardan sepadi hamda eng yaxshi toza kiyimlarini kiyib, Rasululloh alayhi salomga salovat va durudlar aytgan holda masjidga yo'l oladi. Bu yerga yetib kelganida Bismillahi vas solatu vassalamu ala rasulillahi degan holda o'ng oyog'i bilan kiradi. Masjidning shimol tarafidan kelganda uning chap tomonida joylashgan payg'ambar alayhi salomning minbarlari ko'zga tashlanadi. Minbardan ularning qabrlarigacha bo'lgan oraliqda ravza joylashgan. Ravza so'zi bog' ma'nosini anglatadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uyim bilan minbarim o'rtasida jannat bog'laridan bir bog' bor deb marhamat qilganlar. Binobarin ravza yonida 2 rakat namoz o'qish afzaldir. Shundan so'ng nihoyatda odob bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qabrlari tomon yuriladi. Qabri sharifning to'g'risiga kelganda unga yuzlanib Assalomu alayka ya Rasulullohi va rahmatullohi va barakatuhu deya salom beriladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salom berish ulkan baxt va saodatdir. Ul zot hadisi sharifda biror kishi menga salom bersa, Alloh mening ruhimni qaytarib beradi va men o'sha odamning salomiga alik olaman deb marhamat qilganlar.
Rasululloh alayhissalomga salom berilgandan so'ng biroz yurib Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhuning qabrlariga ro'baro bo'linadi va assalomu alayka ya xolifata rasulillahi deya u kishiga salom beriladi. So'ng yana biroz yurilib Hazrati Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning qabrlariga ro'baro kelinadi va ularga ham assalomu alayka ya amiral mu'minin deya salom beriladi. Keyin qibla tomonga qarab ko'ngildagi duolar ixlos bilan o'qiladi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ziyoratchi Madinada bo'lgan vaqtida farz namozlarini jamoat bilan Haram-i Sharifda, ya'ni Masjid-i Nabaviyda ado etishi, Ravza-i Mutahharada ko'proq nafl namozlari va Qur'on o'qishi, salovat va durudlar aytishi maqsadga muvofiq. Shu bilan birga Madina haramida muayyan talablar joriy etilganini yodda tutishingiz lozim. Jumladan bu yerda hayvonlarni ovlash, o'simliklarni kesishdan saqlanish kerak. Bundan tashqari yana quyidagi holatlarga ham alohida e'tibor berishingizni so'raymiz. Birinchi, Masjid-i Nabaviyda ayollarning namoz o'qishi uchun alohida joy belgilangan. Ikkinchi, Ravza ziyoratiga borish uchun ayollarga kunning alohida vaqti belgilangan. Shu sababli guruhingiz rahbari ayollarning Ravza ziyoratiga qachon borishlarini ma'lum qiladi. Uchinchi, ibodatlaringizni doimo guruh rahbari bilan hamrohlikda ado etishga intiling. To'rtinchi, Siz bilganingizdan boshqacha ibodat qilayotganlarni ko'rib chalg'imang. chunki islomda turli mazhab va yo'nalishlar bor. Saudiya Arabistonida asosan Hanbali mazhabiga amal qilinadi. Diyorimiz musulmonlari esa Hanafiy mazhabi qoidalariga ko'ra ibodat qilib kelganlar. Shu sababli siz ham ibodatingizni Hanafiy mazhabida ado eting. Ziyoratchilar Madina-i Munawvarada bo'lgan vaqtlarida ularning islom tarixida muhim ahamiyat kasb etgan manzillarni borib ko'rishlari uchun ziyoratlar uyushtiriladi. Jumladan Qubo masjidi, ikki qiblali masjid, Uhud tog'i etagidagi shahidlar qabristoni va Hazrati Hamzaning qabrlari, sahobalar dafn etilgan Baqi qabristonini borib ko'rishga ziyoratlar uyushtiriladi. Ziyoratga qachon borish sizga guruh rahbari tomonidan ma'lum qilinadi. Belgilangan vaqtda, belgilangan joyda o'z guruhingiz bilan to'planing. Boshqa ishlar bilan band bo'lib, guruhdoshlaringizni kuttirib qo'ymang. Ziyoratlar davomida savdo-sotiq, xaridlar bilan band bo'lib qolmang. Bunday sharafli va muborak manzillar ziyorati siz uchun g'animat ekanini bilib, duolar bilan mashg'ul bo'ling. Ziyoratlar davomida guruhingiz rahbari aytgan vaqtdan ko'p qolib ketmang. Guruhdoshlaringiz bilan birgalashib yuring va avtobuslarga o'z vaqtida qayting. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Rivoyat qilishlaricha Rasululloh alayhissalom Madinaga kelayotganlarida yo'lda to'xtadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tuyalari to'xtagan joy ikki yetim bolaning otasidan meros bo'lib qolgan yer edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam joyning egalariga yetarli miqdorda pul berib, u yerni sotib oldilar va
masjid qurdilar. Shu tariqa islom tarixidagi ilk masjid Qubo masjidi barpo etildi. Binobarin, ushbu masjidni ziyorat qilish savobli amallardan hisoblanadi. Bu borada Rasululloh alayhissalomdan rivoyat qilingan hadislarning birida shunday deyiladi: Kim uyida tahorat qilib, Qubo masjidiga kelib namoz o'qisa, umraning savobini oladi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Rivoyat qilishlaricha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganlaridan so'ng 16 oy Quddus sharifga qarab namoz o'qigan ekanlar. Shunday bo'lsa-da, ul zot qalban Baytullohga qarab namoz o'qishni xohlardilar. Kunlarning birida Rasululloh alayhissalom sahobalari bilan peshin namozini o'qish uchun masjidga keldilar. Namozning ikkinchi rakatiga turganlarida Parvardigor Jabroil alayhissalom orqali qiblaning o'zgarganligi haqida xabar beruvchi oyatni nozil qildi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz ichida turgan hollarida muborak yuzlarini Ka'baga o'girdilar. Orqalarida namoz o'qiyotgan sahobalar ham yuzlarini Quddus sharifdan Baytulloh tomonga burdilar. Shu kundan e'tiboran barcha musulmonlarning qiblasi Ka'ba bo'ldi. Ushbu masjid esa Masjidul Qiblatayn, ya'ni ikki qiblali masjid nomi bilan tarixga kirdi. Binobarin, ushbu masjidni ziyorat qilish ham fazilatli amallardandir. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ziyoratchilarimiz boradigan navbatdagi manzil Uhud tog'i bo'lib, u Madinadan 8 chaqirim uzoqlikda joylashgan. Tarix kitoblarida yozilishicha, bu yerda ilk islom davrida Uhud jangi bo'lib o'tgan ekan. Bu yerda bo'lib o'tgan voqea hodisalar musulmon ummatiga saboq berib turishi bilan ahamiyatlidir. Uhud tog'i etaklarida sahobalar dafn etilgan bo'lib, ziyoratchilar ularning haqlariga duolar qiladilar. Ne hodisalar guvohiga aylangan tog'u toshlar qarshisida turib hikoyalarni tinglagan ziyoratchilarimiz ulkan taassurotlar bilan mehmonxonalarga qaytadilar. Madina-i Munawvara ziyorati nihoyasida Makka safari uchun tayyorgarlik boshlanadi. Ziyoratchilar Madina mehmonxonasida poklanib, ihrom liboslarini kiyadilar. Ihromga kirmoqchi bo'lgan kishi sochi, soqoli, tirnog'i va olishi lozim bo'lgan tuklarini olib, so'ngra g'usl qiladi. G'usl qilish tartibi quyidagilardan iborat. Birinchi, tahorat qilish. Bunda og'iz va burunni poklashga alohida ahamiyat beriladi. Ikkinchi, tananing hamma yerlariga suv yetkazish. Poklangandan so'ng ihrom liboslari kiyiladi. Bunda 2 parcha oq, yangi yoki yuvilgan matoning birini kindiga hamda tizzasini qo'shib to'sadigan qilib ichiga tugadi. Buni izor deyiladi. Ikkinchisini yelkadan aylantirib o'raladi. Bunisi rido deyiladi. Ayollar avratini nomahramlardan to'sadilar. Ularning ihromlari sidirg'a, gulsiz mato bo'ladi. Ihrom liboslarini kiygan ziyoratchilar maxsus tayyorlangan avtobuslarda Makka-i Mukarramaga yo'l oladilar. Yo'lda Zulxulayfa deb nomlangan miqotda, ya'ni
umra ibodatiga niyat qilish uchun belgilangan maxsus manzilda tushib, avval 2 rakat namoz o'qiydilar. Ushbu namozning birinchi rakatida Fotiha surasidan keyin Zam sura sifatida Kafirun, ikkinchi rakatida esa Ixlos suralari o'qiladi. So'ng quyidagi so'zlar bilan umra ibodatini amalga oshirishni niyat qiladilar. Allohumma inni uridul umrata fayassirha li va taqabbalha minni. Ya'ni, ey Allohim, men umra ibodatini ado etishni niyat qildim. Uni menga oson qil va qabul et. Shu tarzda arab yoki o'zbek tilida umra ibodatini ado etishga niyat qilgandan so'ng ziyoratchilar talbiya ayta boshlaydilar. Ular talbiya aytgan holda Makka shahri tomon yo'l oladilar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Labbayka aytish bilan inson ihromga kirgan hisoblanadi. O'sha lahzadan e'tiboran unga ihrom hukmlari joriy bo'ladi. Shu o'rinda ihrom va unga oid bo'lgan hukmlar haqida kengroq to'xtalib o'tishni lozim topdik. Ihrom arabcha so'z bo'lib, lug'atda taqiqlamoq ma'nosini anglatadi. Shunga binoan, ihromga kirgan kishi uchun ihromdan oldin qilish mumkin bo'lgan ba'zi amallar taqiqlanadi. Masalan, oddiy ihromda bo'lmagan holatda xushbo'y atirlardan foydalanish mumkin. Ihromga kirgach esa bu ish man etiladi. Umuman olganda, ihromda bo'lgan kishiga quyidagi amallarni qilish taqiqlanadi. Birinchi, Allohning toatidan chiqish va gunoh ishlarni qilish. Ikkinchi, ayoliga yaqinlik qilish va shu ishga olib boruvchi amallarni bajarish. Uchinchi, oila a'zolar, ziyoratchilar, xodimlar va boshqalar bilan talashib tortishish, janjallashish va shunga o'xshash ishlar. Ta'kidlash kerakki, bu ishlar Qur'oni Karimda kelgan quyidagi oyati karimaga binoan man etilgan. Kimki o'sha oylarda hajni o'ziga farz qilsa, unga hajda shahvoniy ishq, fisq va fujur va janjal yo'qdir. Ihromda bo'lganingizda Rasululloh alayhissalomning sunnatlariga binoan taqiqlangan quyidagi amallardan saqlanishga ham alohida e'tibor bering. Birinchi, o'simliklarni yulmang, dov daraxtlarni sindirmang. Ikkinchi, bosh kiyim va tikilgan kiyimlarni kiymang. Uchinchi, qurt-qumursqalar, qushlar va boshqa jonivorlarga aslo ozor bermang. To'rtinchi, sochingizni, soqolingizni olmang. Tanangizdagi tuklarni qasddan yulmang. Beshinchi, xushbo'y atirlarni sepishdan va hidlashdan saqlaning. Yuqoridagi taqiqlar bilan birga ihromda bo'lganingizda ruxsat beriladigan holatlarni ham bilib olishingiz maqsadga muvofiq. Demak, ihromda bo'lgan kishiga quyidagilar ruxsat etiladi. Birinchi, issiqdan saqlanish uchun soyabondan foydalanish. Ikkinchi, vaqtni bilish uchun soat taqish. Uchinchi, ihromni mahkam ushlash va pullarni saqlash uchun kamar taqish. Ihromga kirgan holda umra ibodatini amalga oshirishni niyat qilgan ziyoratchilar saodatli damlar nasib bo'lganidan Allohga hamd va sanolar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar aytib Makka-i Mukarramaga kirib boradilar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. Albatta, odamlarning ibodat qilishlari uchun qurilgan birinchi uy Makkadagi muborak va butun olamlar uchun hidoyat mayog'i Ka'badir. Unda ochiq oydin oyatlar, maqomi Ibrohim bor. Unga kim kirsa omonda bo'ladi. Darhaqiqat, muborak Qur'on shohidlik berganidek, Makka Alloh taolo tomonidan sharaflangan islomning beshigi, yer yuzining kindigi hisoblangan muqaddas shahardir. Ushbu muborak manzilga tashrif buyurgan ziyoratchilar dastlab